yig'di. Endi Jo'xa mani shartimni bajaradi. Jo'xa nima gap? Nima gap qilasan? Короче, mani videom 300 ta like yig'di va endi sen men bergan shartni bajarasan. Nima rostdan yig'dimi? Ha, 300 ta like yig'di. Sen kaburda 24 soat yetasan o'zi men aytgandek. Xo'p, mayli. Ertadan boshlaymiz. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan prinsessa bugungi videomizda ko'rib turganingizdek, bizning videomiz 300 ta like yig'di va endi Jo'xani biz 24 soat qabristonda qo'yamiz va u yasha oladimi yoki chidolmaganidan chiqib ketadimi? Shuni ko'rib chiqamiz. Yo'qmi-yo'q, men bu meni urmoqchimi? Urmoqchimisan menga shuni ayt. Urolmaysan ham, prinsessaman axir. Ha, bo'ldi. Endi biz hamma narsalarni tayyorlash uchun qabrlarni ana qilib, takoy katta yotishini belgilab, shu qilamiz. Bu yerda yotadi. Mana shu joyda hozir qaziymiz obunachilar. Mana obunachilar, men kerakli hamma narsalarni oldim. Bu 2 stak taxta va mana bu narsalar va yeyish va mana bu gul. Buni videoni davomida ko'rib olasizlar nima qilishimni. Endi bu belkurakni olamiz va tushish uchun anaqa yasaymiz. Bu bizaga nima deydi? Anaqa bo'lish uchun shuni yasadim va bo'ldi. Shu yerda men kirkani olib ketib yasashni boshlaymiz. Bularni olamiz. Sababi bular bizga kerak emas. Obunachilar, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz bu kanalimizda tezda 5000 obunachi bo'lishimiz kerak va hozirda 2000 qanchadurmiz. Ha. Buni ham olamiz. Videoga like bos, nega deb hazil. Obunachilarga unaqa hazil qilib bo'lmaydi. Sababi ayrim obunachilarimni ko'ngli nozik, ko'ngliga tegib qo'yishim mumkin. Tushungan. Bo'ldi, obunachilar, hozir mana shu kichkinagina bo'lsa bo'ldi. Qabr o'zi kichkinagina bo'ladi. Ozgina kvadratdan iborat bo'ladi. Lekin biza Jo'xa uchun katta qilib beryapmiz. Sababi qiynalmasligi uchun. Axir bu bizning do'stimiz Jo'xa-ku. Shundaymi deb. Mayli, bo'ldi. Endi taxtadan bo'ladi. Sababi sovuq o'tib ketmasligi uchun bellaga. Yo'q, men anaqa olmagandim. Xato ko'rsam, qo'lda shunaqa olib turishga majbur bo'laman. Obunachilar, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali aytganimdek, biz tezda 5000 yoki 3000 ta bo'lishimiz kerak va men juda ham xursand bo'lardim agarda 3000 ta bo'lsak. Bu yer cho'ta juda ham kichkina bo'lib qoldi, lekin shu qabrdagi bo'lib qoldi. Qabr sakromiydi-da, bo'ladi shu. Yo'q, to'xtanglar. Odam bo'laylik, obunachilar. Odam ozgina o'ylaydigan, ozgina bitta shafqatli bitta inson bo'laylik. Shunaqami? Do'stlar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyin kommentariyaga yozinglar, yana qaysi youtuberlarni men shart berib shunaqa qilay. Birinchi anaqamiz, blogerimiz, youtuberimiz Jo'xa bo'ldi. Obunachilar, Jo'xa. Ana chippa chiroyli bu ana bo'ldi. Endi biz bezatib chiqamiz va ichkarini bezatishimiz kerak. Sababi u zerikib qoladi. Jo'xabek zerikib qoladi. Mana bu ovqat. Buni nimaga oldim bilasizlarmi? Havo bo'lmaydi. Havo bo'lmagani sababidan ham juda ham anaqa havo bo'lmaganidan bilay makillab qo'ymas, sasib ketadi. O'shaning uchun buni oldim. Bu yerda yotadi va bu yerda bu narsalarini vajdivomay men bu qo'shib ketib turadi. Mana bu yo'lga endi sasiydigani sekingina shunday qo'yib qo'yamiz va 11 ta go'sht, bitta sho'rva va bitta sasigan nima gnilak pilotmi shunaqa makillab qo'yma. Mana bizni qabrimiz shunaqa. Endi Jo'xani chaqirib kelsak bo'ldi. To'xtanglar-da. Qabr kechqurun ham tushib ketibdi. Buni hozir qabrni anaqa qilib qo'yishimiz kerak. Buni ustini yopishimiz kerak, Ana bo'ldi. Obunachilar, mendan xafa bo'lmanglar. Ana bo'ldi.
Qani, yo'q, bu вообще yarashmadi. Bu axir bizni chiqib tushib yuradigan joyimiz. Bu endi eng zo'r joyi. Bam. Axir yo'qotib qo'ymasligimiz ham kerak. Qani hozir obunachilar, sizlar videoga like bosgan bo'lsanglar, biza Johani chaqirib kelamiz va 24 soat uni kuzatamiz. Qani let's go. Joha как раз kechqurun ham tushdi. Endi buni ichiga tushib ko'ramiz. Meni shu darajada qiynamoqchimisiz? Ha, endi shart bajarish kerak. Tushasizmi? Ha, tayyorman. Qani hozir ana hayron qoladi. Yo, shu yerda o'tamanmi? Ha, shu yerda o'tasiz. Yurib ham bo'lmaydi. Siqilib ketaman bu yoqda. Shartda bajarishingiz kerak. Hozir ustingizdan elib ketaman. Qani, hop, hop, ana. Joha, ovozim eshityaptimi? Ha, eshityapti. Endi sizdan 10 daqiqadan keyin xabar olaman va ko'rib turaman sizni kameradan. Xo'p, mayli. Obunachilar, mana Johani ham ichkariga qo'ydik. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Hozir Johani sizlar ichkaridan ko'rasizlar. Mana siz uyimga ketdim. Sababi biza dam olishimiz kerak. Maykamak, bu yerda 24 soat yashayman. Yo. Mana sandiqda zombini go'shti nima qilyapti? Yo, sasib ketyapti. Fu. Qanaqa yurayman? Sasib yotibdi. Fu. Nimaga? Prinsessa buni bu yerga tashlabdi-ya. Ha, mayli. Shu shart bajarilsin, keyin ko'ramiz. Men buni boshida sandiq ichiga qo'yaman. Juda ham siqilib ketyapman. Ha, bilasizlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Prinsessa tezda 5000 ta bo'lishi kerak. Mana buni chalib o'tiramiz. Yo, to'y qomotib ketibdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan prinsessa. Shoshmanglar. Jo'xadan xabar olish esimda yo'q. Jo'xadan xabar olish kerak do'stlar. Jo'xa nima bo'ldi, nima bo'lmadi? Yo. Jo'xa nima gap? Qalaysiz, turdingizmi? Turdingizmi deysiz? Uxlaganim ham yo'q, zo'rg'a yotdim, bellarim og'rib, oyoqlarim qiyshayib ketdi. Yana nima? Siz nimaga zombini go'shtini menga tashab ketgansiz? Zo'rg'a sasib yotgan joyda yotdim, Zo'rg'a yotdim. Olib keting bu go'shingizni. Uzr. Mana oldim. Mayli, ketdim hozir. 1 daqiqadan keyin xabar olaman, xo'pmi? Ha, mayli, xo'p. Yo'q, ochilmayapti. Obunachilar, Jo'xa aytganimdek ana sasib ketgan loyli joyda yotgan va aytganimdek bo'ldi, tushunasizlarmi? Endi sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, keyingi bizani qurbonimiz kim bo'lishini kommentariyaga yozib qoldiring. Jo'xa, ahvolingiz yaxshimi? Suv ichgingiz kelmayaptimi? Prinsessa suv ichga vashcha kelyapti. Nima qilayman? 24 soat suvsiz yashashingiz kerak shu qabrda. Bir umid kutib alaq qildim sizdan. Mendan hech qachon umid kutmang. 24 soat yashaysiz. Yana 10 soatingiz qoldi. 10 soat ishlasangiz bo'ldi. Ha, xo'p. Obunachilar, menda juda ham bitta dahshat ideya bor. Hozir sizlar bilan uni videoni davomida ko'rib olamiz. Men juda ham vahshiy prinsessaman. Do'stlar, hozir 24 soat tugashiga ham 5 soat qoldi va men bu qo'limdagi kislotani Jo'xaga sepaman. Hozir prakti itib bo'ladi, obunachilar. So'nggacha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kuzatib turinglar. Jo'xa, ha, nima? Sizga zo'r podarka olib keldim. Nima olib keldingiz? Qarang. 1 2 3 mana. Oppana. Nimalar qilyapsiz? Nima bu? Oddiy narsa, sezilib anaqa qilishadigan joyi yo'q. Nima qildingiz? Oyog'im kuydi, qo'lim kuydi. Nima qilaman endi? Men qatdan bilay nima qilishingizni. 5 soat qoldi. 5 soatdan keyin chiqasiz, bo'ldi. Shartni bajargan bo'lasiz. Siz ko'rasiz hali. Ha, mayli, nimani ko'rsam ham bo'ldi. Nimani ko'rsam ham zato men uni Jo'xani qiynab, qisqasi nima qilyapman? Jo'xani qiynab, bu qilib, hali bundan ham zo'r videolar chiqadi. O'shaning uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va keyingi YouTuber qaysi bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Va nihoyat 24 soat tugashiga ham 1 soat qoldi va meni keyingi qo'rqizadigan anaqa men bisiklet qo'yaman va Jo'xa qo'rqib ketganidan chiqib ketadi va yutkazadi. Yutkazsa hech nima bo'lmaydi. Jo'xa, nima gap? Necha soat qoldi? 1 soat qoldi. O'tiribmisiz? Ha, o'tiribman. Hozir oldingizga tushaman. Zo'r sovg'ab keldim. Qanaqa? Dadan, siz xonangizda topib oldim. Nima qanaqasiga? Qochib turing.
Mana nima bu? Nima qilyapsan? Men qo'rqaman axir bundan. Yo nima? Hali ko'rasan prinsessa, shu yerdan chiqaman-ku. Uzr, mayli, qo'rqizib yuborgan bo'lsam. Chiqaman men. Yo'q, yutqazasan. Xayr. Uzr sasrabman. Xayr, yutqazasiz. Tak obrachilar, Johayam уже qo'rqqanidan chiqmoqchi bo'ldi, lekin ustini yopib qo'ydim. No, 1 soat qoldi. 1 soat endi Johan reaksiyasini ko'ramiz kameradan. Qani, let's go.